Tushda video ko'rishning ta'birlari. Bu tush ko'pincha xabar, ogohlantirish, o'tmish yoki kelajak bilan bog'liq ishoralar, shuningdek, insonning ichki kuzatuv holatini bildiradi. Tushda video ko'rish muhim xabar yoki ma'lumot, hayotdagi voqealarga chetdan qarash, o'tmishdagi holatni qayta eslash ishorasidir. Tushda o'zingizni videoda ko'rish, o'z xatti-harakatingizni baholash, o'zingizga tashqi tomondan qarash va xulosa chiqarish, ba'zan pushaymonlik yoki faxr ifodasi sifatida qaraladi. Tushda boshqa odamni videoda ko'rish, u odam bilan bog'liq xabar yoki sir, unga nisbatan ichki fikrlash ochilishidan ogohlantirish bo'lishi mumkin. Tushda ko'rilgan qo'rqinchli video ichki xavotir, yashirin qo'rquvlar, ruhiy bosim belgisidir. Tushda ko'rilgan quvonchli yoki kulgili video yaxshi xabar, ko'ngil ochilishi, ruhiy yengillik ifodasi hamdir. Tushda telefonda video ko'rish tez keladigan xabar, ijtimoiy tarmoqlar, g'iybat yoki yangilik, kimdir sizni kuzatayotganlik belgisi hisoblanadi. Tushda video qayta aylanishini ko'rish. Tushda video qayta aylanayotganini ko'rsangiz, o'tmishga bog'lanib qolish, bir muammo hal bo'layotgani, ichki bezovtalik hisoblanadi. Tushda agar video to'satdan o'chib qolsa, rejalarning to'xtashi, aloqa uzilishi, noaniqlik davri hisoblanadi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.